Hozir biz mana Namanganni To'raqo'rg'oniga keldik. O'zbekistonda bitta bo'lgan qo'ra bu. Qo'ra bo'lganda ham hammasi qo'chqor. 12,5 mingta qo'chqor bor. Mana bu qurilishlarni ko'rsatgan. Bu qurilishlarni ustasi mana Nodirbek ukam mana o'zlari katta ishlarni qilib qo'yib, o'zlari mana bir chetda kamtar bo'lib turibdi. Nodirbek qanaqasiz? Assalomu alaykum. Bu joyi Nodirbek qanchada bitqazdingiz? Aka, bu joyimizni 1-iyul kuni boshlab ustanovkani 22-iyul kuni 22 kunda shu 45 ming kvadrat joyda ustanovka qilib berdik. 22 kunda 100 ta svarchigim bilan. Baraka toping, baraka toping. Hozir egalari bilan gaplashdim, xursand hammalar. Kimga mana shunaqa konteyner mahsulotlardan naresta kerak bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Eng arzoni, eng sifatli Nodirbekda, chunki konteynerlarni bu ukamni o'zi olib kelishadi. Ukam, ishlaringizga baraka. Rahmat aka. Alloh hammalar xonadoningizga xayr baraka bersin.